Bu yana men. Ustalar bor uyda, bizlarda yangilik. Xudo xolasa, yangi yilni yangi uyimizda kutamiz. Mehmon bo'lib keling. Assalomu alaykum. Bu yana men. Boya nima ovqat qilayotganimda ustalarga aytish yodimdan chiqibdi. Boyag'i ko'rgan xamiringiz-chi, kulchacha edi. Mana endi nonga aylantirib, mana bundaqa qilib xonim qilyapmiz. Qanday yaxshi yuribsizlarmi? Kuz, yoz. Yozlarni o'tkazib, kuzlarga yetib, kuzning tirliklari bilan. Bizning kayfiyatimiz oilaviy juda yaxshi. Abbosjonim aytmoqchi, g'ururlanib, mag'rurlanib ketyapmiz, oilaviy. Xudo xolasa yangi uyda, yangi imoratda, yangiliklar bilan yashash Alloh nasib qilsin. Kelingizlar, biz sizlarga ham shu qilib beraman. Xayr, omon bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik, jigarlarim. Alaykum, qandaysiz? Bu yana men. Ustalardan ortib, xonimaylarni qilib berib, bexi, bir kasa anor, bir kasa shakar solib, kompot yapyapmiz. Ertalab tahajjud namozlarini o'qib, bexini osib qo'ydim. Beximiz 10:30da pishdi. 15 litr bexi pishdi. 5 ta 3 litrlikka yopib oldik. Qalay chiqibdi? Zo'rmi?